Restoranlarda bir porsiyasi 40-50 ming so'm turadigan mana shu xrustyashi baqlajon salatini birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi ishimiz rukovaga tuz solib, muzli suvga ivitib qo'yishdan boshlaymiz. Rukolani muzli suvga ivitishimizning sababi o'zidagi tahirlikni chiqarib yuboradi. Keyingi ishimiz klar tayyorlab olishdan iborat. Buning uchun un, kraxmal hamda suv solib, yarim choy qoshiq tuz ham solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Pomidorlarni bo'lib olamiz. Baqlajonlarni postini zebra qilib artib olamiz. Baqlajonlarni shu shaklda to'g'rab olamiz. Idishga baqlajonlar ko'mguncha yog' solib olamiz. Baqlajonlarimizni pilarga botirib olamiz. Qizigan yog'ga pilarga botirilgan baqlajonlarimizni pishirib olamiz. Qizlar, yog' qattiq qizigan bo'lish kerak emas va juda ham olovi pasand bo'lish kerak emas. Agar past bo'lsa, baqlajoninglar qarsillab chiqmaydi. Yana ham mazali bo'lish uchun balzamический oq uksuska rukolalarimizni aralashtirib olamiz. Tarelkaga rukolani solib olamiz. Bunga pomidorchilar, qo'rib olgan baqlajonlarimiz, aroldi sousidan, ya'ni baqlajonimizning mazasini chiqarib beradigan sous qizlar solib oldik va shu tartibda yana bir marta terib olamiz. Xohishga qarab bezatamiz. Men oq kunjutdan foydalandim, yoqimli ishtaha.